Hocaga bir duo qiling endi. Shu umid bilan mana shirin taylar o'sib kelyapti. Jamiyatimizni kerakli insonlar o'rniga yetishsin Xudoyim. Mana shu yerga ilm tanitayotgan, ziyo tanitayotgan mana shu singiljonlarimizni, domlalarimizni, shu qizlarimizni ham mana shu yoshlarga yetib, shu yubileylar qilib yurishni Alloh nasib etsin. Ilmni, shariatni, ma'rifatni qadriga yetadigan va shu yo'lda fidoyi o'z kasbiga shaydoy bo'lgan ustozlar, kasbdoshlar va ayni paytda aziz talabalar. Bugungi kecha shariat kechasi. Samimiy bir so'zlar, sozlarga ulanadi. Shariatning qudratini, quvvatini dildan his etasiz. Tuyg'ularni, tasvirni bilasiz. Albatta bunga bois bo'ladigan tomon bor. Ismda jism aks etadi degan gap bor. Sababi insonga ism qo'yilayotgan paytda unga ota-onaning orzusi, umidi jo bo'lgan bo'ladi. Yaxshi nom aslida Allohdan in'om bo'ladi. Birovga tilaydiganimiz sog'lik, salomatlik deymiz. Ma'rifat haqida gap ketsa, nur taratadi deymiz. Shunday ekan, salomat nur deyilgan paytda ham sog'lik, ham nur bor. Demak, nur bu ma'rifat, shariat orqali, auditoriya orqali o'zini fikrlarni, bilimlarni yetkazadi. Shuning uchun biz olqishlab kelamiz. Va ayni paytda salomatxonlik, ya'ni salomatlik degan tushunchalar ham o'ziga xos. Bugungi kecha salomatxonlik kechasi, nurxonlik kechasi desam xato bo'lmaydi. Mana qo'limdagi mana bu kitobga bir nazar tashlaysiz, hammangizni qo'lingizda ham bo'lsa kerak. Baxtli avlod deb nomlangan. Pedagog, shoira, ajoyib inson Salomatxon sizni bizni davraga chorlaganni boisi dilrozlarim bor, dil izhorlarim bor. Eshiting, tinglang, uni kuyi bor, uni qo'shig'i bor. Bularning hammasi yaxshilikdan nishon, so'zimga ishon degan bir da'vati borligini bilib turibman. Albatta Salomat Nur, demak ijodkor, pedagog, shoira, ona yurtga muhabbat, qadriyatlarimizga sadoqat va vatanparvarlik kabi g'oyalarni o'zida mujassam etgan ijod namunalari bilan aholining e'tirofiga, ehtiromiga, e'zoziga sazovor bo'lib kelayotgan fidoyi ayol, yilning eng yaxshi ijodkor ayoli nominatsiyasi bo'yicha ular taqdirlangan. Salomatxon Nurullayeva qarshingizda bitta qarsak bo'ladi. Hamma orzu qiladi, men ham shunday shoira bo'lsam, havas qiladi, men ustozlarday pedagog bo'lsam, murabbiy bo'lsam deb. Chunki aynan shu yerni tanlangani bejiz emas. Filologiya degandan keyin so'zni his etadigan, so'zni qadriga yetadigan, uni sehrini anglab, mehr qo'yadigan insonlar mana bu davrda o'tirishibdi. Bularning hammasi o'ziga xos rutbaga ega demoqchiman. Ayni paytda endi albatta ham so'z, ham soz chiroyli davra bo'ladi. Birinchidan men Salomatxon sizni muborakbod etaman. Misol uchun tashvishlar ko'p insonda, ish tashvish, lekin shularni bir chekkaga qo'yib, o'zingizni qalb prizmangizdan o'tgan tuyg'ularni, qayg'ularni, chizgilarni, sezgilarni she'rga solsiz. Mana kitob paydo bo'libdi. Eng muhimi buni ichida Salomatxonni, Salomat Nurni qalb haroratini sezasiz. Sizga, bizga aytmoqchi bo'lgan niyatlari bor. Baxtli avlod qanday bo'ladi? Bu qanday bu yashash kerak? Vatan degan tushuncha, jonutan degan tushuncha bilan uyg'unligi haqida o'tli, haroratli misralar bor. Bular hammasi yaxshilikdan nishon. Mana siz ko'p yillar davomida Zarif Qo'shqarovni biz juda yaxshi bilardik. Ajoyib insonlar ruhlari shod bo'lsin. Siz u yerda mana Xiva shahar hokimiyat tizimida bo'lsin, u yerda ishlagansiz, pedagog sifatida ishlagansiz. Bugun mana faoliyatingizni olib boryapsiz. Sizga havas qilib o'tirgan qanchadan qancha shogirdlaringiz bor. Ana shularning baxtiga, jamoa baxtiga hamisha sog' bo'ling. Eng muhimi, sizning ijodiy qobiliyatingizni yana bir jihati farzandlaringiz bilan bog'landi. Bir farzandingiz mana Azamatjon Ahmedov Ortiq otajonimning yonida yurdi. To'ylarda bo'ldi, hukumat tadbirlarida bo'ldi. Uni qo'shiqlarini aytdi. O'zini yo'lini topib, ustozdan duo olgan shogird. Juda ko'p shogirdman deb yuradi, lekin duo olgan emas. Bu haqiqiy Ortiq otajonovdan 3 respublika xalq arasidan duo olgan. Barakalloh. Va siz yozgan so'zlarni sozga cholib, sizni mana qo'shiqlaringizda ham aytib kelyapti. Yaxshi zamonni
tuyg'ularni aks ettirish bilan bog'liq juda ajoyib qo'shiqlari bor. Davrada mana ko'pchilik ilhaq bo'lib, intiq bo'lib o'tiribdi. Albatta ularni istaklari ijobat bo'ladi. Sog' bo'linglar. Mana ustoz alohida e'tirof etdilar. Chunki bu muborak oyda aytiladigan oddiy istak tilak duo o'rnida mustajob bo'ladi. Bu yerda o'tirgan insonlarning hammalarini men alohida ta'kidlab o'tirishga hojat yo'q. Lekin boshlovchilik nuqtai nazaridan men alohida aytmasam bo'lmaydi. Hoji aka deb e'lon qildim. Mana Saforbek Alimbekov ko'p yillar teleradio kompaniyada musiqiy yo'nalishlarda har bir san'atkorning chiqishi ular bilan bog'langan. Ko'p yillar ishladilar. Oqsoqolimiz mana shu davrda o'tibdilar. Bitta qarsangiz. Ko'kraklaridagi bu nishonlar uning fidoyi, zahmat chekkan inson ekanligini bildiradi. Shukurjon opa Sapoyeva. Shukurjon opa bilan doim yozishib turamiz. Yaqin inson, hali qancha sen boshlovchi notiq bo'lsang ham ba'zan talmovsirab qolasan. Shukurjon opa bilan biz oldingi yillarda mana Jizzaxda bo'lganimizda, Baxmalda bo'lganimizda bir qancha fikrlarni bu insonni shunchaki aktyor emas, shunchaki aktrisa emas, balki chinakam ma'noda o'zini kasbini sevadigan yaxshi olima, yaxshi tanqidchi, yaxshi baholovchi ekanligini men ko'rib his etdim. Juda ko'p rollarni ijro etgan. Siz yosh avlod bilmasligi mumkin, lekin biz Shukurjon opaga havas qilib, ularni o'ynagan, ijro etgan rollariga qarab turib bir mehrimiz iygan. Ana shunday insonlardan biri. Parvonani men alohida aytib o'tirmayman. Unda O'tkir akaga O'tkir bilan bog'langan joylar haqidagi bular bilishadi. Parvonani kim yozgan? O'tkir. Xo'p, rahmatulloh Marki qishlog'ida tug'ilgan inson. Bu Uyg'un yozgan. Rahmat. Ana endi ajoyib she'rlari bilan ko'pchilikning e'tiboriga tushgan juda ko'p hofizlar, san'atkorlar ularning qo'shiqlariga ilhaq bo'ladi va qo'shiqlarini, she'rlarini qo'shiq qilib aytadi. Mana Muyassarxon Otajonova ajoyib. Va inja didoringiz davomi nima bo'ldi? Dushimda ko'rdim. Hushimizda ham, tushimizda ham o'tkir so'z hamroz bo'ldimi? Siz yaxshisiz. Demak, ma'rifatli insonsiz. Ana shunday ekan, ana shu hozirgina e'tirof etgan shu she'r bilan aytilgan qo'shiqni eng chiroyli ijro etgan, respublikada xizmat ko'rsatgan artist mana Sultonboshi opa O'dayeva. Yaxshi bilasizlar. Oq ilon, oppoq ilon. Men Qora ilon degan kinoni tayyorlab qo'ydim-da. Bir tadbirlarga borib turib, keyin Qora ilon haqida gapirsam, buni eng yaxshi do'sti kim desam, hamma o'tirib oq ilon deydi. Vaholanki bu alohida qo'shiq, mashhur qo'shiq. Oq ilon, oppoq ilon, oydinda yotganing qani, men yomondan ayrilib yaxshini topganing qani. Xalqona bu aydim terma. Juda ajoyib chiroyli. Mana va ayni paytda nuroniy, mana bu insonni ko'ryapsizlarmi? Nurahmat, nurli inson. Yaqinda juda chiroyli tadbir bo'ldi. O'sha tadbirda ishtirok etib, o'zimiz ham ko'p narsani bildik, zavq oldik. Bu inson bugungi kunda yaxshi olim, yaxshi tarjimon, yaxshi jurnalist, yaxshi hofiz ham va eng muhimi Jaloliddin Manguberdini ko'rganmisizlar? Shunda qaysi rolni o'ynagan bular? Xeybaki. Ya'ni shoir, bir mutafakkir rolni mahorat bilan ijro etganlar. Mana. Endi esa unvonlari bilan aytmayapman. Shuhrat medali u deb bularni aytmayapman. Bularni har birini o'zini nishonlari, medal va ordenlari bor. Bu insonni taniysiz. Muhammad Ismoil degan paytda, Ozod aytgan qo'shiqni muallifi shu ekan-ku, bu ekan-ku deb darrov hamma darrov taniydi va biladi. Chunki Muhammad Ismoilni eng bir kuchli tomoni va hammamizga ibrat bo'ladigan tomoni, boshimdagi tojim onam degani shunchaki til uchidan aytmaydi, dil tubidan aytadi. Ko'plab yoshlarga, hatto o'zimizga ham onani qanday qadrlash kerak, onani qanday duosini olish kerak. 100 yoshga kirib Dorul Baqoga ketgan onaizorning ruhi shod bo'lsin. Shularning solih farzandlari mana Muhammad Ismoil. Respublikaga
O'zbekistonga hali mustaqillik rasman e'lon qilinmasdan oldin arab alifbosini o'rgatishni ham matbuot, ham nashriyot, ham televideniya bilan boshlagan bir inson, marhamat, Rahimboy Jumaniyozov. Oy! Qo'lni u tomonga qaramang, qo'lni boradigan joyiga qarang. O'zing maqtamasang, kim maqtaydi degan gap ham bor. Rahmat. Eng muhimi, bugungi suhbatimiz, so'zimiz, samimiy istaklarimiz Salomat Nurning kitobi bilan bog'lanadi. Uni o'rni bilan bog'lanadi. Ana shu tomonlarga e'tibor qilamiz. She'r bar boshqacha-da. She'rni o'qish ham, yozish ham o'ziga xos mashaqqat. Lekin shuni siz tinglab, siz eshitsangiz, ana shu mashaqqat yo'q bo'lib ketadi. Shunday ekan, Muyassarxon Otajonovani bir davraga taklif etsam. Assalomu alaykum aziz bo'lg'us pedagoglar. Men mana shu dargohda nutq madaniyatidan dars ham berganman bir yillar. Kelajakda mana shu yerda o'tirganlarning hammasi olima, o'qituvchi, balkim juda ham bir oliy joylarda ishlaydigan insonlar bo'lib yetishishi mumkin. Mana shu kichkinagina bugungi tadbirimiz yodlaringizda qolishiga harakat qilamiz. Gohida dilingiz o'rtasa alam, qora bo'lib ketsa bu yorug' olam, ko'zlarda aylansa adashgan bir nam odamlar bor ko'ngilga malham. Biling yaxshilarla go'zal bu olam. Gohida dilingiz o'rtasa g'ubor, sizga ozor bersa nodon bir qo'pol, shivirlab o'tingiz siz unga xushhol. Yaxshilar bor do'stim, yaxshi qol. Siz yurgan bog'larni baxtga to'ldirib, sayr etsa yaxshilar, do'st ila yoron barmoqlar silaydi. Shabboda bo'lib tilang aziz boshlarga omon. Yaxshilar bor bo'lsin har on, jonlarga jondosh yaxshi odamlar, hamdamu sirdosh yaxshi odamlar, ham ko'zu ham qosh yaxshi odamlar, qalblari quyosh yaxshi odamlar. Aziz singiljonlarim, aziz ukajonlarim, bugun yana bir yaxshi inson haqida fikr yuritamiz. Mana meni qo'limda nihoyatda bir o'qib mazza qildim. Baxtli avlod sarlavhasini o'zida odamni eti jimirlab ketadi. Shunaqangi bir chiroyli narsa. Men qandaydir bir qadam Abdulla Avloniyga yaqinlashganday bo'ldim. Kelajakka ishonch, muhabbat mana bu kitobda juda ham bir aksini topibdi. Men juda xursand bo'ldim. Bu yerda onalar nihoyatda ulug'langan, farzandlar nihoyatda ulug'langan. Har bitta satrdan shu xonadonda tug'ilgan farzandning kelajagiga nihoyatda bir kuchli ishonch, ularning kelajakda buyuk inson bo'lishlari, ulug' inson bo'lishlariga nihoyatda katta bir ishonch bilan qalam tebratgan ayol Salomatxon o'tiribdilar. Salomatxonni men juda bir hurmat qildim. Mana shu kitobni o'qib, men balki ularni qalbiga kirdim. Mana bu yerda menga bitta yoqqan narsasi, biz shoirlar bir narsalarni bitta ko'rsak, bir yana chuqurlashtirib yo'q. Go'zal qilib kitobga tushirgan. Demoqchimanki, qor yog'yaptimi? Qor yog'ganda ham Salomatxonning qo'liga qalam bergan. Yoki bo'lmasa farzandi atak-chechak qilyaptimi? Aytayapmanki, Abdulla Avloniy xuddi mana shu yo'ldan yozgan va nihoyatda bir buyuk insonga aylangan inson bo'lsa, mana shu u kishi bir katta daryo bo'lsa, bir irmog'ida Salomatni ham qo'ysa bo'lar ekan. Joningiz omon bo'lsin. Juda bir toza, beg'uborlik bilan yozilgan. Salomat bir sof qalbingiz borligi kitobda yarq etib ko'rinib turibdi. Har bitta satrda onaning mehribonchiligi, har bitta satrda ota-onaga bo'lgan mehr, muhabbat, hurmat. Mana shu bu kelajak avlodimizga juda ham kerakli kitob bo'pti.
keyin farzandlarimizni sog'lom bo'lishiga, hamma narsaga bir duolari juda katta, go'zal bo'libdi. Joningiz sog' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Kitobni davomini ham qiling. Juft bo'lsin. Sog' bo'linglar. Salomatxon nimaiki narsaga mana qorga nazari tushdimi, albatta unga bir falsafiy ma'no berib, uni yorug'lantiradi. Kitobni varaqlasangiz farzandlarimga, nevaralarimga va vatanga murojaat yo'sinida juda ko'p. Bunday qarasangiz pan-nasihatday, lekin shuni so'zlarni, g'oyalarni va obrazli, tashbihli ifodalarni chiroyli bir kiyim kiygizib turib sizga taqdim etadi. Siz beixtiyor unga intilasiz va shunchaki shoirani emas, balki onaizorni, onani his etasiz. Kitobni o'qigan paytda o'z farzandlariga mehri ustuvor bo'lgan onani his etasiz. Buni ham o'ziga xos bir jihati bor. Men endi albatta ism jism uyg'unligi haqida gapirdim-ku. Bitta so'z aytaman, qani kim tarjima qiladi? Halfi is walfi. Hozir inglizcha qoida nima qilibman, qofiya qilib o'zbekchani qo'yib. Halfi degan nima degani? Salomatlik. Walfi boylik. Salomatlik tuman boylik degani. Shunday ekan, so'zni o'zida qudrat bor va uni yetkazish shu. Zimistonda hech narsani ko'rmaymiz. Agar unga nur berilsa, biz darrov atrofiga qaraymiz va boshqacharoq bir nazar bo'ladi. Shuning uchun ham so'zni qudratini tildan tilga ko'chirish bobida juda shoirlar, yozuvchilar juda mahorat bilan, lekin uni ijro etish bobida alohida ajralib turadigan meni opaginam davrida o'tibdilar. Yulduz emas, oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz desa, nech kishini yaxshi ko'rasiz, faqat sizni degan paytda Obid Yunusov kimga qarab aytganini bilasizlar. Ular Shukurjon opa, siz davraga. Bularni va bizni bir armonimiz bor, Pahlavon Mahmud haqida biz zo'r narsa yozib qo'yibdilar. Bir kun emas, bir kun dunyo yuzini ko'rsa ham ajab emas. Marhamat. Yerdan ovozim yetar, eshitilyaptimi? Ustozlarimiz o'rgatganda, sahnaga chiqqaningda, sahnani oxirida o'tirgan tomoshabin ham seni ovozingni eshitishi kerak deb. Shuning uchun ba'zan mikrofonsiz ishlaydigan joylarimiz bor. Avvalambor Salomatxon, bilasizmi, shu mana shu taqdimotni eshitib shunaqangi bir xursand bo'ldimki, bu avvalambor yurtboshimizni ayollarimizga bo'lgan hurmati, e'tirofidir. Joningiz sog' bo'lsin. Siz avvalambor birinchi onasiz, qolaversa keyin shoirasiz. Rahmat. Sizni onalik qalbingiz, mehringiz sizni shoir qilgan albatta. Bir ibora bor. Ayol qo'liga qalam olganda butun dunyo jim turar ekan. Nega shunday? Bilasizlarmi? Chunki ayol eng birinchi ijodkor bo'ladi. Uni eng birinchi ijodi uni farzandi. Go'dakning birinchi yig'isi olamni eng go'zal namunasi, mahsulotidir. Ana shuni ona dunyoga keltiradi. Boz uni ustiga qo'lingizga qalam olib, ana shu farzandni go'zal, tinch yashamog'i uchun atrofini nuqul gullarga o'raydi. Tinchlik yaratadi, bog' yaratadi, mehr muhabbati bilan butun dunyoni o'rab olgisi keladi. Bolasini tinch, baxtli yashashi uchun. Shuning uchun men sizni she'rlaringizni o'qib, Rahimjon aytganlaridek, haqiqatdan butun bir qalbingizni mehrini, onalik mehrini shunaqa bir sezdimki, sizlarga bugun bu kishini she'rlaridan o'qib bermoqchi edim, lekin men afsus, kecha kuni bilan syomkada bo'ldim. Qolaversa Qadr kechasini kutganim uchun ozgina ko'zim pand beryapti. Yo'q, achkida ham ozgina yanglishim mumkin. Shuncha nima deydi? Bu sizni she'rlaringizni Xudo xolasa 3-kitobingiz chiqayotgan paytida taqdimotiga kelib, yoddan aytib berishni va'da beraman. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Ijod tilayman. Kelayotgan
Hayit bayramlarimiz, Navruz bayramlarimiz muborak bo'lsin. Yurtimizda tinchlik bo'lsin, barakalar yog'ilsin. Hamma onaday sizni tilagingizni nima deydi ijobat qilib Allohim barchamizga baxt va saodatlarini yog'dirsin. Salomat bo'ling, Salomatxon. Alomat istak bo'ldi-ya. Endi bugun hammamiz salomatmiz va salomat bo'laveraylik. Bunda hikmat ko'p. Endi esa Muhammad Ismoil o'zini she'rlari bilan allaqachon tanilgan, yurtni, elni ehtiromida bo'lib kelayotgan ajoyib inson, bizning samimiy do'stimiz. Qatorda Noring bo'lsa deb bir kitobni ham mana sekin olib kelibdilar. Bu yer albatta kelgan paytda kitob sovg'a qiladi. Bularning hozir aytadigan istaklari ham bevosita zar qadrini zargar bilar degan mazmunda shoirlarni, pedagoglarni, shoir va pedagoglar yaxshi tushunadi. Endi qarsaklaringiz bilan men Muhammad Ismoilga navbat bersam. Ko'plar so'ziga moyil, eshitgach deydi qoyil. Maydonda kim ekandir qarsakaling Muhammad Ismoil. Shu Rahimboy aka gapirgandan keyin qani men ham o'shanday notiq bo'lib qolsam deb orzu qilamanda. Lekin buni iloji yo'q. Chunki Rahimboy aka odamlarga gapirsa bizlar qog'oz, oq qog'oz ustida so'zlovchi notiqmiz. Endi bu yerda sizlarga ham bir katta saboq bor. Ya'ni o'qituvchilar ham so'z odami, notiqlar bo'lishadi. Ya'ni kelajakda bolalarga, tarbiyachilarga o'z nutqi orqali odamlarni, o'quvchilarni qalbiga kirib boradi. Shuning uchun aytamanki, hozirgi mana shu Rahimboy akamni gapirgan gaplarini ko'rib, notiqlik naqadar kerak ekanligini his qilib turgan bo'lsalaringiz kerak. Albatta bu ham bugungi uchrashuvimiz ham mana shu ma'noda sizlarga ham saboq, ham dars. Notiq bo'lsalaring, Rahimboy Jumaniyozovday notiq bo'linglar. O'shanda albatta o'quvchilaringizni qalbiga kirib borasizlar. Endi men ikki misra she'r yozdimmi, uni yuragida, tilagida ezgulik tarqatish niyati bo'ladi. Ya'ni ular o'zini qalbidagi his-tuyg'ularni, ezgu tuyg'ularni, mehrlarini mana shunday bir jur'at etgan ekan Salomat Nur opamiz. Men albatta bu kishini birinchi kitoblari bilan tabriklayman. Kitoblari bilan. Ya'ni bu kishi juda ko'p she'rlar yozgan. Mana shu she'rlarni to'plab, men bu katta jasorat bilan Salomat opamizni tabriklayman. Iloho umringiz uzoq bo'lsin. Men O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida ishlayman. Bizning raisimiz, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston senati a'zosi, hurmatli ustozimiz Sirojiddin Said nomidan ham sizni tabriklayman. Iloho mana shunday kitoblaringiz ko'payaversin. Bizlar O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga sizni qabul qilaylik va barcha shoir do'stlaringizni, shoir aka-ukalaringizni, yozuvchilar nomidan bizni tabrigimizni qabul qiling. Rahmat. Endi yana bir o'qituvchilik haqida gapirmoqchiman. O'qituvchilik dunyodagi eng sharafli kasb. Mana shu sharafli kasbni sizlarga muborak bo'lsin. Hozir juda ham Miyosar opam yaxshi aytdilar. Bu kitobdan avloningni hidi keladi deb. Bu kitobda haqiqatan ham nasihatgo'y so'zlar, tarbiya beruvchi, insonlarni yaxshilikka boshlovchi, insonlarni ezgu niyatlarga boshlovchi, buyuk orzular sari ushaltiruvchi misralar juda ham ko'p ekan. Inson qachon bir ulug'likka intiladi, qachonki orzu qilganda, qachonki orzu qilishdan, qachonki umid qilishdan to'xtasa, uni ham o'sish to'xtaydi. Yangi barkamol avlodga bo'lgan Salomat opamizning da'vatlari iloho boqiy bo'lsin va bunday kitoblar mana shunday bir yoshlarimizni ulug' yo'llar sari boshlashdan
hech qachon to'xtamasin. Mana shu kitob muborak bo'lsin, sizlarga ham, hammamizga ham muborak bo'lsin. Rahmat mana shunday shijoat uchun, shiddat uchun. Endi men nima deydi? Topgan gul, topmagan bir bog' piyoz deganday hamma o'zini mana shu kitobni sizga sovg'a qilaman. Salomat opa, bu yerda mana ustozimiz Rahimboy Jumaniyozovni ham juda ham go'zal maqolalari bor. Abdulla Oripovni ham maqolasi bor. Odil Yoqubovni ham maqolalari bor. Ya'ni yoshlarga, yosh shoirlarga bir nima deydi? Dastak bo'luvchi so'zlar, yoshlarga bir nasihat bo'luvchi so'zlar bor. Siz bilan biz ham albatta hali yoshmiz, hali ko'p she'rlar yozamiz. O'shaning uchun bu kitobni sizga olib keldim, sovg'a qilaman. Rahmat Muhammadjon, sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Yashang, rahmat. Rahmat. Ssenariyda shu bor edi. Lekin men cho'chimadim. Atrofingda men sarson, chiroylisan hammadan. Aytgin, sen menga qachon sevaman deb aytasan. Zir yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p. Kel o'shalar oldida men g'aribni bitta o'p. Oshiqlaring qaslashgan, sira chidab bo'lmaydi, sevaman deb aytmasang, o'ksik ko'nglim to'lmaydi. Husning ortar tobora, dod derman hayratdan, aytgin qachon bir bora sevaman deb aytasan. Poyingda ming yolvorib ishqim qildim-ku izhor. Sen ham bir bor dil yorib sevaman deb ayt dildor. Atrofingda men sarson, chiroylisan hammadan. Iloho barchalaringizni atrofingizda baxt, saodat, muhabbat girdi kapalak bo'lib aylanaversin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Juda chiroyli bo'ldi. Birgalikda aytasiz, yo she'rni siz yozganmisizlar? Ha, barakalloh. Dilimda, tilimda oyat 30 kun. Ko'zimga nur keldi, g'oyat 30 kun. Bilib bilmay qilgan gunohlarimga kaforat bo'lgusi shoyat 30 kun. Sirojiddin Saidni tabrigini ham yetkazdilar. Men Sirojiddin Saidni emas, Sirojiddin Raufni she'rini o'qidim hozir. Chunki 30 kun chinakam ma'noda o'ziga xos bir siylov, sinov ham. Xuddi shu ma'noda mana yaxshi bir niyat istaklar bilan o'tiribmiz. Shoir so'zlar orqali manzara yaratadi, inson ruhiyatining chizgilarini chizadi. Rassomchi, rassom esa bo'yoqlar orqali. Ba'zan biri ayta olmaganini ikkinchisi tasvir bilan, ikkinchisi tasvirda ifoda eta olmaganini so'zlar orqali aytish qudratiga ega bo'ladi. Shunday ekan, bo'yoqlar, ranglar so'zlagan paytda ohanglar o'zgacha bo'ladi. Mening so'l qanotimda bekinib o'tirgan inson aslida buyuk inson, suyuk inson, ulug' inson, qutlug' inson. Rustam aka Xudoy bergani uchun bitta qarsak bo'ladi. Chunki bo'ldi. Rahmat. Chunki birga ishlaganmiz, bizga birga hamkorlik qilamiz. Ajoyib inson. Rektor vazifasida ishlaganlar, O'zbekiston xalq rassomi, akademiyaning haqiqiy a'zosi, Badiiy akademiyaning. Shuning uchun oldin gal Akmal Nur haqida gapirdik va Ahmad Nur Ahmad juda bir chiroyli nurlar nurga qo'shilib ketdi. Nurli kunlar ekan-da, mana endi salomat nur deb turibmiz mana. Rahmat. Sog' bo'linglar. Endi bolajonlarim deb nomlangan ushbu she'rlarga bir nazar tashlang. Onaizorni dil istagi bu, izhori. Umidim g'unchasi, ko'nglim taskini. Xonadonim quvonchi, dilim yaqini. Siz bilan hayot go'zal. Umr taskini.
bolajonim, baxtim, topilmas dunyom, qalbimdagi o'chmas porloq nur chirog'im. Umringiz ziyoda bo'lsin bolajonlarim, g'am armon ko'rmang aziz bolajonlarim. Mening yuragim sizga mehrla polaponlarim. Saodatli, baxtli bo'ling bolajonlarim. Bolajon el sevgan chin inson bo'ling, vatanim deb yashang, fidoyi bo'ling, olim bo'ling, samimiy avvalo odam, oliyjanob, sahiy, himmatli bo'ling. Salomatxonni sizlarga dil izhorim. 18 ga kirmagan kim bor degan gap bor, to'g'rimi? Shunaqa asar ham bor hatto. Shoir va shoira bo'lmagan kim bor? Hamma biz ham yozganmiz bir baytlari. O'shanday bir lahzalarda bo'ladi-da bu. Rustam aka qiziqda bu holat. Albatta nimanidir chizamiz, o'xshata olmaymiz, nimanidir yozamiz, o'xshata olmaymiz. Shunga xos bir jihatlar bo'ladi. Filologiya fakultetiga adashib kirib qolgan talabalardan biri she'r yozar ekan va tahririyatga yuboribdi. Janob muharrir, men siz singari she'r yozishni odat qildim. Lekin bitta aybim bor. Shu she'rni yozaman, shu yozgan paytda tinish belgilari qayerga qo'yilishini bilmayman. Shuning uchun siz tinish belgilarini qo'yib chop ettirsangiz, ko'ksim osmon ta'zimona ifoda aylab, mehr boylab, yaxshilikni joylab berardim deb yozgan. Muharrir o'qib chiqadi, eshizdan tushunmaydi. Tushunmagandan keyin o'sha talabaga yozib yuboryapti endi. Havaskor shoirga yozib yuboryapti. Siz bundan keyin faqat tinish belgilarini yuboring, so'zlarni o'zimiz qo'yib chop ettiramiz debdi. Shuning uchun so'zda sehr bor. Söz buzadi, söz tuzadi. Olqisham so'z bilan, qarg'isham, obodligam, barbodligam, omonligam, yomonligam so'z bilan. So'z nazar, so'z hazar. Ana shuning uchun ham mana shu fikrni aytgan Qo'shko'prikli zodaning umri ziyoda bo'lsin. Bu menman deb topdim. Hayron bo'ladi. I am from Twin Bridge deman. Ikkita ko'prik, Twin degani egizak, Qo'shko'prikdan. Xorazmda shunaqa joy bormi deyman? Bor deyman. Bu Qo'shko'prik. Ko'prik nima qiladi? Sohilni sohil bilan bog'laydi. Dilni dil bilan bog'laydiganlar kim bo'ladi? Boshlovchilar bo'ladi. Muhammadjon do'stim e'tirof etganda notiqlar bo'ladi. Shuning uchun dillarni boylanib turishi, bog'lanib turishi, kayfiyatlarni chog'lanib turishi nima bilan? Qo'shiq bilan, so'zi, so'z va ovozni uyg'unligi bilan. Demak, qo'shiq eshitishga ilhaq bo'lganlar chaldilar, qarsak, Sulton Poshsho opamga navbat bersak. Marhamat. Azizlarim, sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Mana Salomatxonni shuncha muxlislari bor ekan. Bu qizlarimizga ham mana shu men ham shu Nizomiy nomida o'qiganman. Til adabiyotni bitirganman. Bir 10 yil maktabda ham ishlaganman. Shuning uchun bu kasbning mashaqqatini ozgina bo'lsa ham bilaman. Sizlarga ham ijodiy muvaffaqiyatlar. Mana shu o'qishlarni yaxshi tugatib, yaxshi joylarda borib ishlab, yaxshi joylardan ato qilib, to'ylaringiz bo'lib, biza borib xizmatda bo'laylik. Yaxshi dam olinglar. Salomatxonga ham ijodiy barkamollik, tilimiz sog'lik, oilalarga yanada tinchlik, xotirjamlik. Mana farzandlari Azamatjon bilan juda yaqinmiz, opa bilan. Sizga ham ijodiy muvaffaqiyat. Eng avvalo shu onangiz sog' salomat bo'lsin siz vaqtingizga. Siz rohatlaringizni ko'rib, farzandlaringiz rohatlarini ko'rib yursin. Sog' bo'ling. Bir juft qo'shiq. Marhamat. Raqsga tushishlaring mumkin. Ha? Gelipsiz elin köksimde kaldı, ince didarınız duşumda gördüm. Hoş gelipsiz kolum köksimde kaldı, ince didarınız duşumda gördüm. Mıncık gözleriniz canımı aldı, kumar çırağınız duşumda gördüm. Mıncık gözleriniz canımı aldı,
Xumar çırayınız düşümde gördüm, ince didarınız düşümde gördüm. Uçkur dünyasını düşümde gördüm. Könglimizde gahi gurur gah farak. Uçkur dünyasını düşümde gördüm. Ömürning qaytganin kim ko'rgan ayting, aning rüyasını düşümde gördüm. Ömürning qaytganin kim ko'rgan ayting, aning rüyasını düşümde gördüm. İnce didarınız düşümde gördüm. Var mı sizden börek bana hiç şadlik? Dilber istirablı düşümde gördüm. Günlerini esletmen canım, o işki harabını düşümde gördüm. Koyun oldum, ince didarınız düşümde gördüm. Müyesser derdine bir melhem koyun, leblerim külmaklı düşümde gördüm. İnce didarınız düşümde gördüm. Xumar çırayınız düşümde gördüm. İnce didarınız düşümde gördüm. Xumar çırayınız düşümde gördüm. Öyle devam ederiz. Dağını kar gitmez, şamanlarını pisend etmez. Veren dağını kar gitmez, şamanlarını pisend etmez. Sizni menen ayır geli, sizni menen ayır geli. Sulularını işqi etmez, perilerini işqi etmez. İşqi etmez, sizni menen ayır geli. Sulularını işqi etmez, perilerini güç etmez. Aksarımız bunda geçen, köyümüzde kasri beren, köyümüzde kasri beren. Eldemçi his duygularning, eldemçi his duygularning. Salgan sarab köşk etmez, salgan sarab köşk etmez. Sizni menen ayır geli, sulularni işqi etmez, perilerini güç etmez. Muhabbetli yolu düşvar, sevenmegey her kim çin yar, sevenmegey her kim çin yar. Var konsa git kizmeke, var konsa git kizmeke. Karaçılar aşk etmez, kara gözler aşk etmez. Sizlerini güç etmez, sizni menen ayır geli. Sulularını işqi etmez, perilerini güç etmez. Sulularını işqi etmez, perilerini güç etmez.
Salomatxon. Ustozlari mana Rustam aka bejiz emas, mana shu soha bilan bog'langan holda rasmlar, bo'yoqlarni so'zlashida hikmat ko'p. Yosh avlodga shu navbat bersam deb ko'raman. Menga qarab turibdi, hozir menga so'z beradi deb. O'zi aslida birdan ismini aytgan zahoti o'zimni ayolim jonlandi ko'z o'ngimda, chunki u bilan oddosh ekan Oysha bibi. Marhamat, buvijonim degan bir she'rni o'qib beradi. Bu jonim tili shirin navotdan, nolimaydi hayotdan, meni tanir uzoqdan. Bu jonim sog' bo'ling, bolamning bolasi deb, ko'zimning qorasi deb, yurar doim g'amim yeb. Bu jonim sog' bo'ling, biram nurli yuzingiz, kulib turar ko'zingiz, ming bir ma'no so'zingiz. Bu jonim sog' bo'ling, ikki kaftim duoda, umringiz bo'lsin ziyoda. Dard chekmang bu dunyo, yosh boladek o'zlari, tabarrukdir izlari. Bu jonim sog' bo'ling. Ustozlarga atab she'r. Bilim berib charchamas, ziyo sochgan quyoshim, sizga ming bor ta'zimda egilgaydir bu boshim. Har bir so'zingiz gavhar, yo'limizni yoritgan, sizdek ustoz bor uchun baxtimiz butun jahon. Barakallah. Azamatjonni farzandlari bu yerda. Azamatjonni qizlari mana shu yerda hammasi, bu juda ajoyib. Buni otilmaydi kichkinani. Shoh bo'lganini qutlamoq uchun ta'zim bilan etmoqqa e'zoz, Iskandarning oldiga bir kun qadam qo'ymish ota ham ustoz. Ikki zotni qarshilarkan shoh, vujudini bosibdi bir yuk. Kimni oldin kuchayin evoq, qay biridan qay biri buyuk. Shoh xayolan o'ylabdi. Otam hayot berdi, bo'yga yetkazdi. Harf o'rgatib tanitib olam ushbu taxtga ustoz o'tkazdi. Mendagi shoh ishtiyoqi yo'q. Shohlikni ham qilmag'um havas, mendan ona xalqim va buyuk ustozlarim rozi bo'lsa bas. Bu ustozga bildirilgan nazmiy istak, nazmiy minnatdorchilik ohangi. Mana shu davrada Rustam aka Xudoyberganov albatta Salomatxonga ustozlik qilganlar. Badiiy grafika yo'nalishi bo'yicha bitkazganlar. Natyumort va manzarani tasvirlash, uni ifoda etish bobida yo'l yo'riq maslahatlari qanday bo'lgan? Bugungi kunda kamoli va jamolidan so'z faqat ustoz ochsa yarashadi, hamma qarsak chalib qarashadi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, mehmonlar, shoir va aktrisalar. Endi shu yerda tanishib qolyapmiz bilan asta-sekin. Salomat bilan biz o'sha tasviriy san'atning badiiy grafika turi bo'yicha kasbdoshmiz. Men ham o'z paytida Nizomiy nomidagi Davlat pedagogika institutini o'sha yo'nalish bo'yicha tugatganman. Ancha yil o'qituvchi ishladim. Hozir ham ishlab kelyapman. Endi hali rassom deb tanishtirishdi. Chunki 2-3 institutda o'qishimga ham to'g'ri kelgan. Endi hozirgi paytda mana Kamoliddin Bekzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn institutida dars beryapman. Endi asosiy yo'nalishim rassomlik bo'lib qoldi. Endi hammamiz ham ijodkormiz. Bu tasviriy san'atning bir yaxshi tomoni borki, tasviriy san'atimiz ijodiy yo'nalishlardan bittasi. Lekin shu sohani egallab turib ham oralarimizda yozuvchilar bor, xonandalar ham bor. Mana shoirlardan ham mana Salomatxon ham o'sha she'rlar yozib mana dunyoga tanilyapti. Mana kitoblari chiqqan ekan. Shoir va shoiralar, artistlar, xonandalarning portretlarini ranglarda tasvirlab elga tanityapmiz, ularning chehrasini, qilgan ishlarini. Shuning uchun yana bir navbatdagi kitoblarda yana yozish nasib qilsin, ijod gullasin. Biz ham mana shunaqangi tadbirlarda yangi kitoblaringiz bilan tanishib, hammamizga nasib qilsin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Endi o'zimizga o'zimiz so'z beramizda. Bir kuni bir qadrdonimiz keldi.
Madaniyat vazirligidan uyda mehmon bo'ldi. Kuzatayotganimizda ko'chada bir mashina tuproq turuvdi eshigimiz oldida. Nurahmat aka, bu nima dedi. Men aytdim, shu men sal ichkarilarni bir bu yoqlarni sal yangi tuproqlar bilan ko'mib to'g'irlab bu yil bahorda bir gullar ekmoqchimiz dedim. Men bir yigitlardan jo'nataman, buni olib kirib berishadi dedi. Yo'q, aytdim. Nima qil, yo'q, olib bormang dedim. Shu bilan ketdi. Bir kuni, 2 kun o'tdimi, 3 kun o'tdimi, bir qo'ng'iroq bo'lyapti. Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Omonmisiz, salomatmisiz? Men falonchaman. Mani faloncha aka shu siznikiga borib bir ko'maklashib, yordam berib deb aytdilar. Nima edi u? Nima yordam? Yo'q, haligi bir xizmatlar bo'lsa shuni bir borib qaragin akani deb iltimos qildilar. Shunga telefon qilib turdim dedi. Keyin men tushunmadim. Mayli dedim. Kelavering dedim. Keldi, qarasam bir yigit shu nimani ichkariga olib kirishga yordam berib yuborgin deb aytdilar, tuproqni dedi. Ovora bo'libsiz-da uka dedim. Yo'q, ovorasi yo'q ustoz. Men sizni juda hurmat qilaman. Mana endi o'zingiz bilan ko'rishib turibman dedi. Keyin aravani olib, g'altak aravada bir mashina tuproqni ertalabdan kechgacha hovliga olib kirib, o'sha boqni, bu yoqlarga tashlab, yoyib, chiroyli qilib, qo'llari qadoq bo'lib ketdi. Yorilib ham ketgan ekan bir ikkita barmoqlari. Juda ham achinib aytdim, men u ishlayapti, men bo'ldi endi, mana shu bo'ladi, qo'yavering. Yo'q dedi. Xullas kechgacha ishladi. Keyin rahmatlashib, bir piyola choy ichib ketdi. Hayron bo'ldim, keyin surishtirdim bu yoqdan. Paloncha deyishdi. Keyin bir kuni qo'limga bir haligi disk tushib qoldi-da, mashinada shundoq qo'ysam, chiroyli ashulalar bo'lyapti. Kim ekan bu ovoz? Kimning ovozi ekan? Hayron bo'ldim-da, keyin og'aynimizga telefon qilib, mana shuni eshitdim, mana kimning ovozi bu? Kim? Bu Azamat Ahmedov dedi. Voy dedim. Axir dedim, bu qanaqasiga? Qarasam, bu mana shu bugungi kitoblarini taqdimoti bo'layotgan Salomat Nurni o'g'li Azamat Ahmedov kelib uyimizda yordam bergan ekan bizga. Men ko'p o'yladim. Shunchalik bir og'ir xizmatni qilib, mehnatni qilib, shu bir meni rozi qilib, xursand qilib ketdi. Qanday o'zida jur'at topdi ekan? Nahotki men ishonmayman, hali ham yo'q, u bo'lamasdir bu deyveraman. Bir ikkita yana eshitdi, yana kimdirki, yo'q, meni qarasam bir go'zal ijrolar sohibi, ajoyib ovoz sohibi, hamma narsasi joyida. Men o'zim ham yuragimdan joy oldi shu nolalari bilan, ajoyib ijrolari bilan. Keyin hayron bo'lib aytdim, bu shunchalar o'zini xokisor qilib, kibri havosini yo'qotgan inson qanchalar bo'lishi mumkin? Bu Rumiy hazratlarini bir hal xuddiki doim Rumiyni o'qib o'zida bir shunga bir ilhom topganday, o'zida bir insonlarga yaxshilik qilish, xokisor bo'lish, xizmatida bo'lish, shu orqali o'zida obro', e'tibor qozonish, e'tirofga sazovor bo'lish yo'lida shunchalar qilishi mumkinmi? Yo'q, men aytdim, bu Rumiy deb men doim keyin hozir telefonimda ham Azamat Ahmedov emas, Rumiy yozib, Rumiyim deb gapiraman doim. Keyin o'yladim, bu Rumiy qayerdan paydo bo'ldi? Mana shuncha yil o'tdi oradan. To'g'risi men hatto biza bir shahardan bo'lsak-da, balkim Salomatxon meni tanir, televideniyada ishlaganmiz, avvaldan bilar, lekin men siz ijod etgan, ishlagan pedagogika bilim yurtida ham ko'p ko'rsatuvlar hozirlaganmiz, ko'rishgan bo'lishimiz mumkin, lekin men esla olmadim. Keyin o'ylab qo'limga kitob tushdi. Kitobni varaqlab o'tirsam, bu Rumiyni Rumiy qilgan, buni qonida boshqa go'zal bir chiroyli fazilatlar sohibasini qoni oqib turganligini ko'rib, juda ham hayratda qoldim. Rumiyni Rumiy qilgan onaxonga ming rahmat. Joningiz omon bo'lsin.
man mana shu she'rlarda onaizorni qalbidan chiqqan go'zal bir hislar, tuyg'ularni o'qib, vatanga bo'lgan muhabbat, farzandlarga, hatto nevaralarga bo'lgan munosabatlarini shu go'zal bir iboralarda, tashbihlar bilan keltirib, mana shu qog'ozga tushirganlar, ko'rib chiqib shu elga shunchalar bo'larkanda, elga bir ijodkor bo'lsa shunchalik bo'lar, elga, yurtga, atrofidagilar, yurtdoshlarga, eldoshlarga shu darajada yuksak bir insoniy munosabatlarda bir fikrlab, go'zal ash'orlar yozish bu hammaga emas. Inson aslida qalbi to'lib ketadi-da, hamma ham bu ishni qila olmaydi. Shu qalbi to'lib ketgan paytda yuragiga, shuuriga, ongiga sig'magan bir holatlar bo'ladi va shuni albatta olib qog'ozga tushiradi. Mana shunday bir sohir, go'zal bir satrlarda mana shunday bir kitob yaralgan ekan. Albatta bu kitob bilan men Salomatxon sizni chin qalbdan davomi bo'lsin deydi, bardavom bo'lsin. Hali men aytaman, bir ustozimiz aytib edi, birinchi kitobim oyning 15-ini bir 3 kunda o'qib telefon qilib, birinchi eshitgan so'zim shu bo'ldi. Men Nurahmat, men juda ham ta'sirlandim. O'zi aslida aytar so'zi bo'lmagan odam qo'liga qalam olmagani durust deb yurardim. Siz aytar so'zi bor inson ekansiz. Shuning uchun men juda ham mamnun bo'ldim deb xursand bo'lib gapirgan. Shu esimga tushdi. Hali sizni u qanday darajada yozilishidan qat'iy nazar sizni elga, yurtga, atrofingizdagilarga, farzandlarga, avlodlarga, ajdodlarga aytar so'zlaringiz bor nazarimda. Ana shu satrlarni ham go'zal, chiroyli she'rlarga xizmat qiladigan, elni, yurtni vatanparvarlikka chorlaydigan go'zal bir she'rlar, qo'shiqlarga vobasta bo'lib hali ko'p umrguzoronlik qiladi sizning asarlaringiz. Men albatta muvaffaqiyatlar tilayman va mana shunday bir ajoyib go'zal fazilatlar sohibi, eng avvalo sizni farzandingiz bu katta harflar bilan yoziladigan inson. Mana shunday insonni dunyoga keltirgan onaga ta'zim aslida. Joningiz sog' bo'lsin, ishlarga muvaffaqiyat, doim ulug' kunlarda, yaxshiliklarda sizni tabriklab yurish nasib etsin. Endi mana bu yerda farzandlar, qizlarimiz o'tiribdi. Deyarli mana filologiya fakultetida bolajonlarim. Ayol kishini bu dunyoda birgina vazifasi bor. Bu ham bo'lsa mehr ulashish. Yoriga, ishxonada, ko'chada, bozorda, bilmayman, o'qishda, ta'lim muassasasida, hamma joyda faqat bittagina mehr, muhabbat ulashishni Alloh sizlarni zimmangizga yuklab qo'ydi. Qolgani erkaklarning mehri sizlardan keyin. Sizlardan nimani olsak, ilm olib, ustozlardan olgan ta'limingiz, ilm ahli, yozuvchilar chiqadi. Har biringiz xudo xolasa bir oilani, bir avlodni bekasi bo'lasizlar xudo xolasa. Bu nimadan? Bu bekasi bo'lish degani halovatdan kechish, manfaatlardan kechish. Xorazmda bir chiroyli gap bor, xorazmlik qizlar bo'lsa balkim, boshi oshoq, dili yumshoq bo'lsin deydi kelinlarni. Demak, buni xuddi mana shu holatda bu nafaqat kelinlarga, ayollarga nisbat berib aytiladigan go'zal bir ibora. Mana shunga amal qilsangizlar, doim boshingiz oshoq, dilingiz yumshoq bo'lsa, demak tilingiz yumshoq bo'lsa, bu dunyoda marraga yetasizlar, murodlaringiz hosil bo'ladi. Alloh nasib etsa, ana shunday damlarda sizlarni elga, yurtga qiladigan xizmatlaringizdan, sizlardan bunyod bo'ladigan zurriyotlar bor. Ana shu zurriyotlar ham elni koriga kamarbasta bo'lib, sizlardan ham ulug' ishlarga bosh bo'lishsin. Alloh nasib etsa, shu kunlar kelar. Mana bu dargohlarni, o'qishlarni bitirib, yaxshi bir mutaxassislikni egallab, sizlarga hammalaringizga oq tulpor minib keladigan bir shahzoda ro'baru qilsin Alloh sizlarga. Rahmat katta. Davrada qizlarimiz bor ekan, mana shu Salomat Nurni mana shu yangi chiqqan kitobidagi she'rlardan ba'zilarini o'qib berish niyatida o'tirishgan ekan. Albatta ularga navbat beramiz. Marhamat qizlar.
ayol borki oila go'zaldir hayot. Tuyg'ularga oshno har yurak, chehrasida tabassum bu baxt, elu yurtda tinchlikdan darak. Ona qalbi ulug', mehr bulog'i, saxovatli buyuk ummon onalar, porlab tursin doim iqbol chirog'i, hech ko'rmasinlar armon onalar. Latofatda tengsiz, aziz yagona, ona sog'lom, farzandlar sog'lom, xizmatlar yuksak, sharafga loyiq, ulargadir hurmat, cheksiz ehtirom. Ayol onadir, zebo singildir bizga. Umr bag'ishlaydi umrdan sizga, qalbidan sevib, ardoqlab doim ayol mehrin, sog'ligin ulashar bizga. Ayol muqaddas, mehrli onadir aziz, singil qiz chiroyda a'lo laziz. Ayolga mehrimiz, borimiz beramiz, sog' bo'lsangiz bas, qadringiz aziz. Zebo atirgul, lolagul rayhonsiz, bog'imizda ochilgan gul nargissiz. Ayolni ardoqlab, sevish burchimiz, muattar huzurli mushka anbarsiz. O'zbek ayoli, oh nechun faxr etmay o'zbek ayolin, nechun madh etmayin pok o'zbek ayolin, qalbi oftob nurli yuz oqil o'zbek ayoli, o'zin osmon ko'rmas kamtar o'zbek ayoli. Ayol, ayol, muqaddas munis ayol, hamisha bor bo'ling mo'tabar ayol, qalbi pok soddadil mushtipar ayol, oilam, uyim joyim deya yashagan ayol, mehnat sevar, xokisor oila parvar, hayotim bolam deya o'zin unutgan ayol. Ayol kulib turib jon berar zotdir. Ayolni asrang qonidan qon berar zotdir. Ayol beshik tebratib dunyo olishi mumkin. Asrang yuragini so'rsangiz sizga berishi mumkin. O'zbek ayoli chevar pazanda, olamga yoqar, o'zin unutib uy ro'zg'or tinchiga chopar, qalb qo'ri mehr berib umr daryosin oqar, beminnat xizmati sof vafosi yoqar. O'zbek ayolini kuylamoq istadim, oila quyoshi umri so'nmasligin tiladim, omon bo'lib bolasini suymog'in tiladim, umr so'rab Allohdan yashamog'in istadim. Avvalambor assalomu alaykum. Men bugun Saodat Nurullayeva ustozimizni, Salomat Nurullayeva ustozimizni Baxtli avlod, ya'ni kitobidan birinchi muqovasidan o'rin olgan Barkamol avlod she'rini o'qib bermoqchiman. Barkamol avlod. Barkamol avlod, kelajak avlod. Istiqboli porloq, baxtli avlod, Temur bobo davomchisi mard avlod, alpomushday kuchli jasur avlod. O'zbekiston bayrog'i tik hilpirasin, mardi jahon ichra baland yangrasin, jahon tilin o'rganib yosh avlod yayrasin, vatan ishonchi yoshlar iqboli porlasin. Barkamol avlod uchgan ilmda ko'ch, bobolardan sof yashang g'ururda ko'ch, Hazrat Navoiy so'zi o'tkir aqlda ko'ch, beshikdan qabrgacha o'qi bilimda ko'ch. Ilm hunar o'rganish bo'lmaydi kech, qilmagay mehnatdan pushaymon hech, sport, san'at, idoj, aqlna sharhlar, mehnat or etmas yalqovlikdan qoch. Orlanib so'ramagan o'ziga zolim, ilmga sarflansa umr bo'lgaydir olam, o'rganmas ilm johillik umrga zolim, odam bo'lish qiyin, bo'lish osondir olim. Olim bo'lsan avvalo odamiy inson, samimiy bo'l pok, beg'ubor inson, dadil aniq tashlang shaxdam qadamni, elga foydasi tegar fidoyi sof insonni. Intilganga toli yor bo'lar mudom, ilm izlaganga baxt omad yor mudom, vatan koriga yarar barkamol avlod, istiqlolga yurtimiz to'lsin mudom. Yoshlikda go'zallik, jasorat bisyor, intilish, ishonch, orzular ko'p toshqin, sevish, sevilish, baxt, iqbol xo'p bisyor, dil beg'ubor, samimiy tilaklar bisyor. Vatan tuyg'usi qalbida baxtiyor avlod, mard sobutli o'g'lonlar, jasur avlod. Mustaqillik muqaddas ne'matdir bu mustaqillik. Oyim ham, quyoshim ham erur istiqlol, hurvatan bag'rida quvonchga to'lib, farzandlar shodon topmoqda kamol. Mustaqil vatanim, quvonchli taxtim, omon bo'l, benazir taqdirim, baxtim. Vatanim tuprog'in mengzay manzarga, bag'rining kengligi mehri onamga qiyos, bir shoir qiziman ushbu chamanning,
go'zalliging qancha ta'riflasam oz. Shon sharaf g'ururim o'zing istiqlol, buyuklikka timsol erka andoza, jahonda hilpirab bayrog'ing sening, ovozing taraldi keng olamga rosa. Yashayman bag'ringda sevinib yayrab, taqdirga bitilgan maskanim o'zing, yashnayver qanot yoz mustaqil yurtim, chiroy ochayotgan zebo chamanim o'zing. Ko'z tegmasin ko'rku salobatingga, kuylamoq sharafdir seni istiqlol, kelinchak misoli ochaver chiroy, topmagaysan aslo ey yurtim zavol. O'zbekiston nozu ne'mating shirin, hech narsaga mehring alishmam aslo, oqlagayman nonu tuzingni vatan, tuprog'ing ko'zimga aylab to'tiyo. Mustaqil vatanim, quvonchli taxtim, omon bo'l benazir taqdirim baxtim. Mustaqilligim faxr etmog'im baxtim, tinch yurtim hamisha navqiron bo'lsin, mustaqillik xalqimga muborak bo'lsin, go'zalligin g'azalimda madh qilmog'im baxtim. Bejizmas ulg'aydik ona bag'rida yurtda, vatan qiyos onaga, ona mo'tabar zotda, yurtim buyukliging joyla yuragimda, O'zbekiston yuksaldi Alloh qaragan yurtda. Mustaqil vatanim, quvonchli taxtim, omon bo'l benazir taqdirim baxtim. Avvalambor assalomu alaykum. Navro'z kelishini aytib bermoqchiman. Sumalakning xo'p vaqir-vuqiri. Kuylarga sho'x kuylashib ketdi. Xonadonlar go'zal, xonishi ajib, bulbullar yoqimli jo'rovoz bo'ldi. Keksa yo'yosh kuylardi nafis alayor, laparlar aytib keksa mamolar. Qalblarda zebolanib aytdilar aliyor, yashirish fasli bahor keldi aliyor. Hayotga muxlisman. Men hayotga muxlisman, yashamoqqa vaqtim yo'q. Shukur Xolmirzayev. Men yashayapman tinmay tinchimay. Qalbimizdagi ijod, yaratuvchanlik, rohat farog'atim, she'r yozsam tinmay, o'ylasam go'zal g'oya, tadbirkorlik. El yurtim, oilamga foydam tegsin. Shunday kuch olaman, yaxshilik bo'lsin, qo'llarim mehnatda nafim tegsin. Xursandlik, umr mazmuni bo'lsin. Bo'sh vaqt yo'q. Men hayotga muxlisman. Vaqt oliy hakam, go'zallikka muxlisman. Yangi O'zbekistonda rivojlanish o'zgacha, mahobatli binolar, yashil makon o'zgacha. Hayotga muxlisman, yashamoq yaxshi. Shoir inson dardini ko'ra olsa yaxshi. Ammo yashamoqqa vaqt topmasman. Tinchim yo'qotib o'zimni o'ylamasman. O'zingdan kechmasang nima yaralar? Jonni qiynamasdan bitmas yaralar. Mehnat sevarlikda oila, ro'zg'or quralar. Holva pish og'zimga tush bilan nima yaralar? Savollar berishar, she'r qanday yoziladi? She'r ham mehnat, shoir mehridan yoziladi. She'r shoirning qalb ilmidan yoziladi, vatanga, xalqqa muhabbatdan yoziladi. Kitob o'qib she'r yozib sirlashaman, donolar bisotiga doim yondashaman. Buyuklarning buyukligi kitob o'qishda, fidoyilik riyozatla ilm olishda. Men hayotga juda muxlisman, yashamoqqa vaqtim yo'q, intilaman. Yangilikka, obodlikka muxlisman, ozodalik, go'zallikka muxlisman. Yashash yaxshi, yaxshi yashashga muxlisman. Mehnat qilmoq, sharaf ijodga muxlisman. Vatanimiz tinchligi, bayramlarga muxlisman. Yurtimiz to'yu tantanasiga muxlisman. Yashayapman, mehnatdan topib iqbol. Sog'-omon bo'lsin, xalqin topsin kamol. Gullar yashnayversin yangi O'zbekiston, yurtimiz jamoli, ko'rkiga muxlisman. Buyuklar o'ylagan millat manfaatin, ma'naviyati ulug', ilmi yuksak buyuklar, e'zozda unutilmas ziyo ulashgan buyuklar, ilm ma'rifatli o'ylar el manfaatin. Ajdodlarga munosib oqil avlod bo'laylik, buyuk bobolar kabi jasoratli bo'laylik. Eslarimiz mudom bobolar hayoti ibrat, so'z mulkining sultoni Mir Alisher bobo
yulduzlar ilmini yaratdi Ulug'bek bobo. Buyuk avlod ajdodimiz yoshlarga ibrat. Buyuklar ilmini o'qib, eslab o'rganamiz. Yirik davlat arbobi Amir Temur bobomiz, buyuk turkiy sarkarda Timuriy bobomiz. Buyuklardan buyuklikni o'qib o'rganamiz. Timuriylar davri allomasi buyuk. Buyuk o'zbek astronomi Mirzo Ulug'bek yashagan Samarqandni gullab yashnatib, Timur bobo nabirasi olim Mirzo Ulug'bek. Mehnatsiz hech baxt kelmas, taxt ham bobolar ijod qilib bergandir ilm. Buyuk o'zbek pedagogi Abdulla Avloniy ma'rifatparvar shoir ulashgan ilm. Ajdodlarga munosib ilmli avlod bo'laylik. Buyuk bobolar kabi ilg'or ulug' bo'laylik. Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino bobolar buyuk, shoh va shoir Bobur, Mir Alisher bobo buyuk. Assalomu alaykum. Singlim, yig'ladingmi? Ozor chekdingmi? Sodda, chiroyli qalbingga shikast yetdimi? Yig'lama go'zal singlim. Kulib turgin, seni yig'latganni Alloh yig'latsin. Pokiza sof qalbing hech ham tig'lama. Senga Allohdan yaxshiliklari bor, irodangni kuchli qil, hech ham yig'lama. Seni yig'latganni Alloh yig'latsin. Sen yig'lasang, arsh larzaga kelar. Dunyo titrab, Alloh yordamga kelar. Ey mehribonim, yig'lash yarashmas senga. Seni yig'latganni Alloh yig'latsin. Bandasidan kutma shafqat, ehtirom, eshitguvchi, ko'rguvchi Alloh sen bilan. Ezilsang ezarlar achchiq so'z bilan. Seni yig'latganni Alloh yig'latsin. Maktabdagi bolalik, ilk saboqlar esimda. Alifbodan harflar, tanidik husnixat, ilm bilim, ziyo zabon, odob tarbiya esimda. Maktabdagi qadrdonlar hamon esimda. Maktab partasida ilm olgan ulug'lar, maktabda o'qib ilm olib bo'lolgan olim, kim shifokor, ustoz, bilim olgan ulug'lar, maktab tabarruk, saboq olgan ulug'lar. Maktab ilmi ulug' yuragimda muhrlangan. Bolani shaxs qilgan, to'g'ri yo'l ko'rsatgan, pokiza, halol yashashga ulug' yo'l ko'rsatgan, ilmu saboq zar kabi qalbga muhrlangan. Baxt nasib, harakatchan, fidoi insonga. Harakatda barokat, mehnat qilsa baxt, kamtarlik, yaxshi tarbiya keltirar taxt. Baxt kelar mehnatdan qochmagan insonga. Mehrli, bag'ri keng, saxovatlilar baxtli. Elda aziz, saxiy, muruvvatlilar baxtli. Allohning suygan bandasi ihson tarqatar, mehnatdan qadr topgan insonlar baxtli. Sevarlar, ardoqlar doim insoniyatni, fe'li xush, oli janob, mehrli, baxtli, ma'naviyati boy, qadrlar qadriyatimizni, aqlli, uzoqni ko'rgan tadbirkor baxtli. Baxt, baham jihat, oilada tashrifda, baxt ham fikr, dono, oqil juftlikda, tozalik ufurgan xonadonda tashrifda, baxt hurmat, e'tiborli, ahil juftlikda. Rahmat. Salomat nur she'riga bastalangan Vatanim qo'shig'ini mana chiroyli bir kuylar bastalab ijro etib yuribdi hozir Azamat Ahmedov. Yaqinda men televizorda ham ko'rib qoldim, eshitib, juda chiroyli qo'shiq bo'lgan. Albatta endi navbat Azamat Ahmedovga. Katta rahmat, avvalambor barcha ustozlarimizga mana bugun bu kim uchundir shunchaki tadbir ham bo'lishi mumkin, lekin mana onam uchun uzoq kutilgan, necha yillardan beri niyat qilingan kun. Hammalaringizga shu qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan kelganlaringiz uchun rahmat ustozlar, sog' omon bo'linglar. Va mana shu oliygohning rahbariyatiga, talaba singillarimizga mana ajoyib she'rlarni o'qib berdilar. Sizlarga ham katta rahmat, sog' bo'linglar.
Hozir shu ashulani endi aytib beramiz. Onamning so'zlari Salomat Nur qalamiga mansub, o'zimning musiqam. Shuni ijro qilib beraman. Marhamat. Kundan kun yashnayver, ochaver jamol. Tinchlikni ramzidir bayroqda hilol. Kundan kun yashnayver, ochaver jamol. Tinchlikni ramzidir bayroqda hilol. Faxrimsan güzel vatanım. İstiqlal baxsh etgan imkonlaring bor. Saodatli sodiq o'g'lonlaring bor. Mehnatdan faxrimsan aziz vatanım. Dilimda faxrimsan aziz vatanım. Shahru qishloqlaring chiroyli ko'rkam, buyuk kelajakka ishonch mustahkam. Bo'lmasmiz hech qachon hech kimlardan kam. Dilimda faxrimsan obod vatanım. Dilimda faxrimsan obod vatanım. Mashhur olamsan biz uchun yagona. Chehralarda kulgu baxtdan nishona. Har kuning bayramdir, har kun shodiyona. Dilimda faxrimsan aziz vatanım. Dilimda faxrimsan aziz vatanım. Güzel vatanım. O'zbekistoniyim. Ana marhamat, endi Xorazm lazgisi. Zebo opa, Nozika opa, mana Qiromon aka, Galin beyimiz barchalarini yoshlarni taklif qilamiz. Xorazm vohasin sozi suhbati, shodligi bu do'stlar ko'rkidir lazgi. Yosharib yashnagan diyor san'atin, qadim xazinasin mulkidir lazgi. Lazgiga raqs etar illar basma bas. Cheksam yoshmidi kuy yangrasa bas. Lazgidan zavq olur dillar har nafas.
qalblarga joylangan sevgidir lezgi. Devrege düş Kanat yazıp misal kuş Devrege düş Kanat yazıp misal kuş Oynaganlar boladı xush Xorazmning lezgisiga Quyosh bilan talashadi Ko'rgan ko'zlar qamashadi Sho'x o'ynagan yarashadi Xorazmning lezgisiga Sho'x o'ynagan yarashadi Xorazmning lezgisiga Xorazmning lezgisiga naz oladı Ram etsen yaz oladı Xorazmning lezgisiga Raqs et o'ylab visolini Xorazmning lezgisiga Xorazmning lezgisiga Hurmatli anjuman ishtirokchilari, bugun mana shu tadbir bo'layotgan, kitoblari taqdimot bo'layotgan shoirimizga mana bir sovg'am bor. Yaqinda rus va ingliz tillarida chop etildi va yaqindagina O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasida taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu Xorazm nemislar deb nomlangan badiiy hujjatli qissa. So'zlaringiz uchun Canınız sağ olsun. Canınız. Şimdi yana bir sovg'amiz bu bugün mana Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetini kutubxonasi bo'lsa kerak. Boya so'radim. Shu kutubxonaga ham bitta mana shu kirilchada emas, mana sizlarga lotinchada chiqarilgan kitobdan taqdim qilsam va qizlarimizda kimlardadir bu bo'lajak filologlarda bir qiziqish uyg'ongan bo'lsa, mana kutubxonadan olib bemalol o'qiyverasizlar. Agar to'g'ri chiqsalar, bo'lsa keyingi uchrashuvlarimiz balki shu kitobning taqdimotini shu universitetda o'tkazishdan umidvor bo'lib ketsak, menimcha bu ham o'rinli bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin. Omon bo'ling. Endi mana bugungi anjumanni tashkillashtirishda bugun bu yerda mana shu universitetni, bu fakultetni dekanlariga, bu kattalarga, katta o'qituvchi professorlarga, kimki mana shu anjumanni o'tkazilishida hissa qo'shgan bo'lsa, hammalariga biz mana shoiramiz nomidan chin qalbdan bir minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'linglar. Bunaqa anjumanlar bardavom bo'lsin. Hali yana ko'p elga yurtga taniqli san'atkorlar, ijodkorlar, yozuvchilar, shoirlar ishtirokida bo'lib o'tadigan bunday anjumanlar yana bardavom bo'lsin.
Xudo xolisa ana shunday anjumanlarda yana uchrashishdan umidvor bo'lib ketamiz bugun. Azamatjonni yuragida, qalbida bir ikki og'iz so'zlari izhori bor ekan, navbatni Azamat Ahmedovga beramiz yana. Assalomu alaykum aziz qadrdonlarim, mehmonlar, talabalar. Mana shu kechani anjumanni o'tkazishda barcha hissa qo'shgan aziz insonlarim, sizlarga rahmat. Rahmat.